Biz hozir bu yerda oxirgi tugatish ishlarini qilayotgan paytimizda kamerada bir narsani ko'rsatib qoldi. Narigi ofisida ana bo'layapti ekan. Ukrainalik bir odam kelgan, o'sha bilan suhbat bo'layapti. Bu oldin ham narsa olib ketgan ekan, hozir shularni yana boshqa turlarini taklif qilyapti ekan. Mana o'tgan kuni Eronlik bir kishi kelgandi. Demak, sifati yaxshi ekanki, qolibdi. Butun dunyo avvalgi safargisida men kelishim bilan Afrika davlatidagi bir mijozni kuzatib yubordi. Kechadan oldin kuni esa Eronlik bir kishi bor edi. Bugun mana Ukrainadan kelgan. Demak, sifat yaxshi, shuning uchun dunyo bo'yicha savdosi yaxshi bo'lyapti. Экономик гель это заразделение. Mana oxirgi daqiqalar qoplarga sop bo'ldik, hamma qoliplardi. Mana shu yerdan shu yergacha bizning yuklar, nasibsa buni ichida gultuvaklar, regelda qoliplari, lesnisalar, soqilga teruvchi gullar, kafel teruvchi kafelda o'rniga quyish uchun qoliplar, har xil dekorativ narsalar hammasidan bor. Nasibsa 10-yanvar plus minuslarga yetib boradi hozir. Bugun o'zi kech bo'lib qoldi. Ertaga buni O'zbekistonga ketuvchi omborga jo'natsak, keyin u yerda 2-3 kunda yo'lga chiqsa, shu 10-yanvar plus minuslarga yetib borib qoladi. Mana katta zavod. Bizning yuk mana shu yerdan shu yergacha.